hamma olib maza qilsin. Ozishdi. Ozishsin. Assalomu alaykum Rustam aka. Va alaykum assalom. Hozirgi dolzarb mavzu nima sababdan insonlar uni hozir semirib ketishyapti yechim qilishsa ham ozolishmayapti. Buni sababi hayot davomida insonlar noto'g'ri ovqatlanishi, har xil stress bo'lgani asosiysi bu shirinlik yeganligiga. Shirinlik? Qanaqa qilib shirinlik yemasdan inson yashash mumkin? Ha, to'g'ri, shirinlik yemasdan odam stressga tushib qoldi. Mani tajribamdan kelib chiqqan holatda endi buni zo'r yechimi chiqdi. Eat and Fit degan brend bizga zo'r mahsulotlar ishlab chiqaryapti, shakarsiz, unsiz, glutensiz. Mana bunaqa shokoladni tiramisu, golubika, qulpinay va malina va shunga o'xshagan har xil mahsulotlar ishlab chiqarilish boshlashdi. Buni xohlaganimcha yesa ham semirmaymizmi? Yo'q, bemalol. Bunda naborot siz vitaminlarga boy bo'lasiz. Buncha zo'r, buni qayerdan olsak bo'ladi endi? Shu Eat and Fit brendiga profiliga a'zo bo'lib, shu yerdan direktga yoki telefon qilib. Xo'p, bo'ladi. Ma'lumot uchun rahmat kattakon. Bu ko'pchilikga manfaatli bo'ladi degan umiddaman. Da, albatta, hamma olib maza qilsin. Ozishdi. Ozishsin.